Assalomu alaykum deb bilaman sevgili kuzatuvchilari. Aqlli kat yo'limizdan yonish jarayoni. 250 kvadratli xonadonimizga o'rnatib berganmiz. Marg'ilonda. Oldin kat yo'llari turgan ekan. Har 2 soat 3 soatda qarashardi ekan. Kechqurunlari o'chib qolib, juda qiynalishayotgan ekan. Bizga murojaat qilishdi, mana 250 kvadratli aqlli kat yo'limizdan qo'yib berdik. 3-4 kun bo'lib qoldi qo'yib berganimizga. Maza qilyapmiz deb maqtashdi. 9 soatdan 14 soatgacha yonadi. Ko'mirimizni sifatiga qarab, uylarimizni teplo izolyatsiyasiga qarab, o'sha soatda uzayib kamaveradi. Bitta hozir 7 xonadan oshiqroq xona ekan. Kat yo'limiz bu yerda turgan bo'lsa, mana hozir ro'paradagi 2 xonaga ham qilingan ekan, hammom tualetda to'pli bo'l ekan. Shu xonalar bilan bir xilda qilib beryapti ekan gradusini. Bu xonalar qanaqa isiyotgan bo'lsa, bu orqamizdagi xona ham xuddi shunaqa isiyapti ekan. Mana katta yo'limizning ventilatori o'chdi 60 gradusga olib chiqdi. Ventilatorlari. Kimga shunaqa katta yo'llar zarur bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa sizlarga ham chiroyli qilib yasab beramiz. Ko'rganlaringdek do'stlar, xonadonga qo'yilgan, ispitaniya qilingan videosini ataylab videomizni boshiga qo'ydik. Sababi do'stlar, nimaga? Imonni o'rnatilgan joy, ispitaniya qilingan joy. Nima o'sha odam qo'ydirdi, yoqtirdi, sinab ko'rdi, xudo xohlasa rozi bo'ldi, maza qilib do'stlar qishda o'tkazib oldi. Shuning uchun videomizni boshiga qo'ydik. Endi xuddi mana shu kat yo'lda do'stlar yasalaydigan joy kelganmiz, ya'ni ekonomik kat yo'llarda do'stlar sexida biz ko'rib turganlaringda. Xudo xohlasa videomizni oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsalaring, narx-navolari, listlari qanaqa, rasxodlari qanaqa, necha kvadratgacha bor. Bundan tashqari gazli varianti bor ekan, domda yashaydigan akalarimiz uchun to'liq ma'lumotni bir qator berib o'tib ketamiz. Asadullo keling bo'lmasam bir qator birinchi bo'lib mana shu imini mashunasidan boshlaylik, chunki o'sha videoda ko'rdik, haqiqatda effekti zo'r. Olgan odam ham maza qilib yoqyapti ekan. Bo'lmasam keling mashundan boshlaylik. Assalomu alaykum. Sizlaringiz yaxshimi? Rahmat. Ro'zalar bilan qiynab o'zingiz ham kelib oldingizmi? Rahmat. Asadbek birinchi bo'lib mashundan boshlaylik, bo'lmasam bitta tushuntirib bering. Xo'p. Aka, aqlli. Trendga chiqqan deydik-ku. Aqllisi. Bizga bunkerligimiz ham bor. Lekin bunkerlikdan ko'ra bunga talab zo'r. Bizning klientlarimizda talabimiz zo'r. Misol siz obunachilaringizda qolgan bloger akalarimiz oygiz videolarida telefon qilishib, misol talab zo'r bunga. Nimaga? Buni rasxoti oz. Rasxoti oz. Albatta, bunkerlikda 60 kilo sutkasiga qilsa, 15 kilo ekan u. 15 kilo. 45 kilo. 45 kilo sutkasiga. Sutkasi 24 soat. Agar uy utubli qilingan bo'lsa, batareykani o'ziga bo'lsa, undan ham past 40 kilo ham do'ring. 40 kilo. Albatta, undan ham pastga tushadi kerak bo'lsa. 30 kiloga ham tushadimi? Tushadi. Biz o'zimizni sheriga akamni uyiga o'rnatganmiz. Xo'p, 27 kilo bel olmaydigan ko'mir bor. 18 soatga yetdi. 18 soatga yetdi. Tagida xo'p 2 kulay o't qo'yganda ventilatorni sug'urib qo'ydik, 20 soatga yetdi aka. 20 soat. Biz o'zimiz ham hayronmiz. Biz o'zimiz qilgan ishimizga o'zimiz hayronmiz. Gap yo'q. Xudo xohlasa bu hozir necha kvadratligi? Bu hozir 150 kvadrat. 150 kvadratgachami yo 150 kvadratli? 150 kvadratgacha. 150 kvadratgacha bo'lgan. Albatta, undan ham kattasi bor. Endi qarangda mana bir xilgi uylarda shunaqa hisoblanyaptiki, to'pli pol ham qilgan, batareya ham bo'lgan. Xo'p, o'shinga qarab beramiz. Bizga to'pli polini kvadratini, batareyaning kvadratini aytsa, maslahatini beramiz, o'shinga qarab katyol beramiz. Xo'p. Katyol beriladi. Albatta, to'pli polda batareya degan narsa bor, kuchli. Nimaga? Suv ko'pda aka. Betonni sovuqligi bo'ladi, yerdan обязательно sovuq chiqib turadi. Uni qizitib olgungacha baribir rasxod bo'ladi. Misol 5 kilogacha rasxod o'ynaydi xolos. Ag'ib o'sha 5 kilo ko'mir xudo xolasa o'ynaydi xolos. Buni hamma taraflarigacha o'ylab qilingan. Listlari ham temmolik qalin aka. Listlar nechaga ishlatilgan? 3 listdan 3 ta aka. Va endi asosiy 6 listni hisobga olaylik. Har doim yo'lda ekan. Yo'lda kelyapti. Gap yo'q. Bu endi oldi to'sib qo'yiladi. Albatta, bu qopqoq mana shu yerdan aka zapravka qilinadi. Zapravka qilinadi. Nimaga? Qopqog'imiz to'rli. O't, nima deydi, qalin urib olmasligi. Ursa, eshu albatta bosim ushab turadi. Eshiklari ham gipshli bo'lgan ekan do'stlar. Tem bo'ling. Bitta nima qilasizlar, sasimaydi, tutamaydi, hech chiqarmaydi. Aka, 3 listdan 6 bo'ladi. Bundan qalin degan. O'ylang. Endi bu hali 1-2 yillik kat yo'l basda. Xudo xohlasa, sharmanda qilmasa eng kami 5 yil, 10 yilgacha. Gap yo'q. Endi buni asosiysi narx. Misol temirga ishlamay garantiya berilmaydi-yu, biz garantiya beradiganimiz choklariga.
isitishiga, ichida suvni isitishiga ham yo'q. Lekin kotelda suv isitayapti, qaynayapti, batareya ismayotgan bo'lsa ustadan, sistemadan. Gap yo'q. Endi buni ham o'zini miya bu aqlli ekan. Albatta, bu aqlli, bu miyalari bor. Albatta. Narxi nechi pul buni? Narxi. Xo'p, vodiy bo'ylab dastavkasini siz o'zingiz hali aytdingiz, obunachilarimiz orintirmaydi dedingiz. Sizga 6 million 700 ming so'mga sentrlarga olib beraman. Siz obunachilaringiz. Vodiyga. Vodiyga. Andijon, Namangan, Farg'ona sizni obunachilaringizga ichida 6 million 700 ming so'mdan. Bunaqasi bilmayman, ko'pida yo'q aka. Gap yo'q. Agar qarang, 3-4 kilometr, misol sentrdan 3-4 kilometr razisa qilsa, shuni tushirib beramiz, shuni olib kel desa, olib berilaveradi. Olib o'rnatib bermaymiz. Agar ustasi bo'lsa, maslahatini berib kelamiz. Gap yo'q. Xudo xolasa 6 million 700 minglik 6 million 700 ming so'm deyapsiz. Ichida dastavkasi bor, borib tushirib berishigacha. 150 kvadratlik. 150 kvadratlik. Endi bularchi? Bular adashmasam qarang, buni ventilyatori bor-da, bu bundan ham katta yo'l. Ha, bu o'sha o'tgan yilgi aka trendimiz. Bundan endi bilmayman, soni juda ko'p. Endi agar objekt hisoblaydigan bo'lsa, bir 200 yo 210 ta soatlik chekili aka, eng kamida. Xo'p, aka, buni ham listi 6lik. 6lik. Ha, o'rtasida suv aylanadi. Hatto mana olib kelsin operatoriz. Mana bu razitsa turibdi-ku, mana bu razitsa. Turbani, ana yerda ham suv aylanadi. Chiqib ketayotgan tutun ham suvni isib chiqadi. Tutun ham bekorga ketmaydi aka. Hozirgi O'zbekiston sharoitiga iloji boricha ekan u. Bu ko'mirga, hammasi aka ko'mirga bog'liq. Biz Angliya ko'mirlar bizga zo'r turib ish bermaydi. Agar suluqda, Qirg'iziston suluqdasi beli olmasdi bo'lsa, atayotgan misol soatimizga Xudo xohlasa javob beradi. Hozir bu soatiga, bu kuniga misol bu qancha rasxot? 30 kilo, 35 kilo. Necha kvadrat? Bu 150 kvadrat, 100 kvadratgacha. Bu 100 kvadrat, 150 kvadrat. Albatta. Bu ham o'shanaqa. Bu topli poli bo'lsa farqi yo'q bunda. Bunda batareyani o'zi. Bu batareyani o'ziga. Batareyani o'zi, xo'p, sistemani oxiridan bitta grant qilib qo'yadilar. Choy ichib qilsa bo'laveradi. Qaynatib yuboradi. Varaqlatib tashlaydi. 150 kvadratgacha. 150 kvadratgacha. Narxi necha pul? Narxi. Xo'p aka. Siz yana o'sha gapingiz. Obunachilarimga umuman olganda, hali misol rahmat aytsin, duo qilsin deydigan temir ro'za oyida biz. Xo'p, aka buni dastavkasini kelishilgan holda, bu bilan uni farqi katta. Buni dastavkasini kelishilgan holda o'zi buni 3,5 million sotganmiz o'tgan yili. Siz obunachilaringizga 3 million 250 ming. 3 million 250. Albatta. Bunaqasi yo'q. Gap yo'q do'stlar, 150 kvadratgacha bo'lgan joyda faqat batareya bo'ladigan bo'lsa zo'r istadi. Agar topli polga ham qo'yaman desa, chunki yo'q, topli polga qo'yaman desa ham aka effekt beradi. Faqat topli pol bilan batareyaning to'shnisini aytsa, o'shunga qarab ham beraveradi. Misol, meni bir xona uyim, misol, ayami, o'zimning uyim 20 kvadrat xolos topli pol. Misol, 60 kvadrat batareya desa effekt beraveradi. Ko'p bo'lsa batareya kuchli, aytayman, betonni hisobini anaqasiga istivali va rasxoti bo'ladi-da. O'shini hisobiga topli polda bularga topli polga oz beramiz. Agar topli polni o'ziga deydigan bo'lsa, 70-60 kvadratgacha topli polni o'ziga beraveramiz. 70-60. 70-60 gacha. Choyini qaynatadi. 250 ming. Albatta, 3 million 250 ming. Rasxot qancha dedingiz? Rasxoti 30 kilodan 35 kilogacha. 30 kilo, 35 kilogacha. Gap yo'q. Bularchi bu sal kichkinaroq shekilli. Bular sal bu 120 kvadrat. Bu 120 kvadrat. 50 dan 80 gacha kvadratgacha berilaveradi. Topli polga. Aka, qancha anaqasi bo'lsa, nima deydi? Suvda podachasi kamroq bo'lsa, misolaylik, 100 kvadratli joyga to'liq 100 qilsangiz, yo'q, effekt bermaydi. Effekt bermaydi. Yo'q, bermaydi. Bu aqlli emasda nimaga vuvladi, yo'q bermaydi. Hali ko'p aytadi, bu qatdan deydi, havo oladi deydi. Bu o'zi havosini topib oladi. Havo bo'lsa bo'ldi. Havosini, maketda shu eshikchasi bor, ochib qo'ysa bo'ldi. Havoda tortishini ko'rasizmi, tutundi. Gap yo'q. Parovoz. Gap yo'q. Buni sistemasini ham samotoy qiladigan bo'lsa, bizda asosiy aqllidan boshqa hamma narsalarimiz samotoy. Nimaga biz O'zbekiston sharoitida svet endi o'chmayapti, balki o'chadi, 2 soat, 3 soatda o'chadi. Aynalishini hisobiga samotoy. Bemalol aynaltirib, aka o'zimizda bog'chaga, o'zimizda qarindoshimiz bog'cha ochgan, qo'yib berganman. Hozir mana maza qilib ishlatyapti. Andijonda akamiz bor edi. Keldilar, budjetniy variant. O'zimniki qoplamayapti. Katta yo'lni rasm tashladi, sotib bering deydilar. Aka aytamiz, ko'p ayting, bizda sotib berish xizmati yo'q, bizda faqat yasaymiz. Biz o'zimiz ishimizga javob beramiz.
aka dedim bizni o'zimizda borsam bo'ldi, boray ko'ray, agar javob bersangiz olaman dedi. Endi u akani gapiga qarab ko'p joyga bordim, javob bermayapti deyapti aka. Hali misol ovoring bizda bunaqada misol fonni agar rost gapirsa, misol ko'pida 150 kvadrat deydi, borganingizdan keyin 180, 100, 200 kvadrat, misol ichida 20 kvadrat to'plab olib desa 55 kvadrat to'plab olib chiqadi misol. O'shanaqasi bo'lmasa, o'shanizgacha beramiz. Aka keldi, uka dedi, hammomim o'zida dedi, bor xolos dedi, to'play, qolgan hamma 3 ta uyim dedi, batareyka dedi. 120 kvadratni berdim. Endi akani gapini bilmayman. Rost menga misol rost. Men katta o'limga ishonaman. 5 kilolik qora salamanda yotishdan oldin 10 da deydi. Soatigacha aytadi. 10 da solib qo'yaman deydi. Namozga edi 4:30 5 da tahorat qilgan turganimda, tahoratdan oldin deydi, shuncha ko'mirni bosib qo'yaman, tahorat qilaman, namozda uxlayman, albatta ayolim yana bitta qora salamani tashlab qo'yadi deydi. Biz o'zimiz ishlamaymiz, janasimi oladi. Ya'ni o'ti ekonom. O'ti ekonom. Uyi ham utiblik bo'lingan aka, akaniki. Bu hozir rasxod qanaqa buni? Buni rasxod bir xil aka, 30 kilo, 35 kilo. 30 kilo, 35 kilo. Albatta. 80 dan 120 gacha bu. Bu 50 dan 100 gacha. 50 dan 50 dan 100 gacha deng. 50 dan 100 gacha, 80 dan 120 gacha. Albatta. Pulichi? Xo'p. Buni 3 million 250 ming dedik. Aka, buni 2 million 950 ming. 2 million 950. Albatta, 2 million 950 ming. Dastavkasi kelishilgan bular. Albatta, hamma bular dastavkasi kelishilgan holda. Aqllilarchi? Aqllilarga o'zimiz ichida qilib beramiz. Gap yo'q. Qo'yil. Endi ba'zida ko'ryapmiz, domda yashaydiganlar ki. Kvartira, dom, keyin ana qali. Bo'lmasam uyda gazi bor-ku, pastroq yonadi. Unga ham effekt beradi. Eng kamida 10 sm yonish kerak. Eng kamida 10 sm yonsa, ekonom garilkadan ham qo'yganmiz aka. Ekonom garilka. Bu ham xuddi shu. Asha bo'sh joyi qoldi deganda suv aylantirib turbatib qo'yaverilgan. Bizda aylanilmagan, umuman ayamaymiz. Chokiga e'tibor bering. Qolgan liboynikidan shunday choki bilan ham garantiya qilib qo'yilaveradi. Bizda aka svarka ishlatilmaydi. Albatta, kontaktningimiz eng arzoni 200 dollarlik. O'n yerda kontaktlikda yomoni bor. U yaqinmati. Bu necha kvadratdan necha kvadratgacha, puli necha puldan necha pulgacha? 40 kvadratdan 250 kvadratgacha. Xo'p, 1 million 300 ming so'mdan 2 million 800 minggacha. 2 million 800 ming, 2 million 800 mingga bu 8 xona uyingiz, gazingiz bo'lsa, eshitib olsa zo'rmi aka? Tem bo'ling, toychoq pechkaga tulbasini tiqib gaz chiqarib qo'ysangiz, 5 million 3 oyda misol qishchi rasxod qilsangiz, bunda o'shandan tepa tayanib tashlayvering. Tepa tayanib. Eng kamida. Bu ham ekonom. Ham ekonom. Gap yo'q. Qo'yil, do'stlar, ko'rib turganlaringda bu yerda hamma narsa o'zi, hamma nimas ekonomga. Hamma ekonom. Endi men o'zim uyimda ham kelsa gaz yo'qda aka. O'shaning uchun iloji boricha odamlarni o'rniga o'zimni qo'yib, keyin narsalarni yasaymiz bo'lmasam yo'q. Endi tayyor ispitaniya qilingan dachaga qo'yilganini ham tushuntirib albatta aka. Bu xudo xolasa ketadi bu. 2025 lyuks salon, avtomat jarobka, lyuklari bor, ABS bor, abagrev avtosideniya, klimat kontrol, cruise kontrol. Xullas hamma yo'g'i bor ekan, bor-ku bu. Mana ichini ko'rsating, har bitta qilingan narsa qorayib turibdi, ko'rgan bo'lsangiz, ispitaniya qilingan. O'sha videoda boshida ko'rgan katyollaring mana shu, ha? Albatta aka. Xuddi shu sinaganimiz, ko'rsatganimiz u akamizga boshqa yasab berganmiz, uylarda turibdi. Uni ungacha akamiz yoqdi. Buni o'zi zakazga, buni Toshkent o'sha dachaga qilib berganmiz. Dachaga qilib berganmiz, aka bu qanaqa endi? Xo'p, bizga zvonit bo'ldiki, aka bizda kvadratimiz katta, 200 kvadrat, bizga dacha. Endi dachaga borgan odam dam olgani boradi, bizga qaramaslik kerak dedi. Shuni tavsiya qilib berdik. Endi faqat shopirlarning kelishini kutyapmiz. Endi bizda vodiy-ku. Kelishilgan holda qilindi. Albatta, yo'l kirasini kelishilgan holda qilindi. Gap yo'q. Bu hozir rasxodi bu 250 kvadratgacha. Bu 35 kilo sig'adi. Bitta bunkeliga u ham qanaqa? Xo'p, hoka, areshga aralash bo'lsa, qancha desam bo'ladi? Xo'p, 37 kilo sig'adi. Agar kichkinaroq qarang, yong'oqcha areshkani o'zi bo'ladigan bo'lsa, bunga 32 kilo, 33 kilo sig'adi. Angren ko'mirda 12 soat. Angren ko'mir. Angren hammasi ko'mirdi, soatigacha ko'rdik-da. Nimaga hozir biz buni 16 soatda berib yuborsak aka, borgandan keyin Angren ko'mir, uka 16 soat o'ding, 12 soat ketyapti, 10 soat ketyapti xolos. Endi unda ko'mirda farq bor. Albatta, ko'mirda agar biz aytayotgan ko'mirdan foydalansa, biz aytayotgan
gradusni ham beradi, biz aytayotgan effektni ham, soatini zishning ochiqchasini ham beradi aka bunda. Hozir o'sha odamlarga aytdik, bel olmaydigan ko'mirdan ham olinglar. Ular olishdi. Menimcha ertaga abitdan keyin kelsalar kerak shopiri. Kelib, joylari 200 kvadrat, 80 kvadrat to'plab olib bo'lsa kerak adashmasam. Ana shunaqa dedilar-da. Endi hammasini zali xolos edi. Qolgan hammasi batareyka dedi. Batareykasini aytdi. Buni narxi, xo'p. Buni narxi o'rtada bo'ldi. Dastavkasini o'rtada qildik. 7 million 700 ming so'm bo'ldi. 7 million 700 ming. Aka dastavkasi o'rtada ancha-munchasida ham bas aka. Nimaga desangiz, masalan, 100 mingga olib boraman, 50 mingni men beraman, 50 mingni u beradi. Ha, to'ppa-to'g'ri. Bu 250 kvadratgacha, demak bitta zapravka bilan 10 necha soatingiz? Bu 16 soatgacha. Angren ko'mir 12 soat. Xo'p, yaxshi ko'mir bo'lsa 16 soatgacha. 12 soat, 16 soat ko'mirda farqiga qarab 14 soat, 16 soat atrof yetaveradi. Endi qarang, bu aqllilarimiz, xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavkasini qilib berasiz. Qilib beraman. Vodiy bo'ylab siz aloqaga chiqsa, Ahad Mahmudovdan chiqdim desin bo'ldi. Gap yo'q. Vodiy bo'ylab qilib beriladi, do'stlar. Bularga keladigan bo'lsa, kelishilgan holda xudo xolasa bularni ham yetkazib beriladi. Lekin bular o'ta ekonomli ekan haqiqatda. Bular endi ventilyatori borligini hisoblagan bir xilda havo kirib turgani uchun jicha rasxod ko'p bo'ladi. Buni rasxodi oz bo'ladi. Video pastda akamiz nomerlari bor, aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. WhatsApp, Telegramlari bor. Qo'yilgan, ishlatilgan joyda videolari bor. Tashlab bersangiz, tashlab beradi do'stlar. Inshaalloh chiroyli qilib yetkazib berishadi. Eng zo'r tarafi, xudo xolasa do'stlar, agar kvadratini to'g'ri aytadigan bo'lsalaringiz do'stlar, uylarga olib borganlaringizda ham ekonom bo'ladi. Birinchidan to'kam kerak emas, imina bunisiga. Agar aqlli deydigan bo'lsangiz, aqlli ham haqiqatda do'stlar, yoqayotgan odamlar rahmat aytayapti. Ahadjon aka, bitta narsa unutgansiz, to'k deganingizga, bu to'kka ham ishlaydi kerak bo'lsa. Qaysi? Hali misol, ko'miri tugab qoldi, kechqurun qulab qoldi. Bitta tent qo'yib qo'ysan, 4 kilovatr. Hammasida aytmoqchi, tenti ham bor. Tent qo'yib qo'ysin, bo'ldi. Suvni bir xilda muzlatmasdan ushlab turadi, siqilib. Ertalab turib shu ko'mirini solib yana ketaveradi. Gap yo'q do'stlar, buni aytmoqchi, boshqa narsani aytmabmiz. Gazga moslanganini ham, ko'mir o'tinga moslanganini ham hammasini do'stlar tent qo'yib, buni to'kka moslasalaring ham bo'laveradi. Xudo xolasa do'stlar, dangal qisqacha tushuntirdik degan umiddamiz. Video pastdagi nomerga aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, vodiy bo'ylab dastavkasini aqllilarga bularni kelishilgan holda yetkazib berishga, qolgan joylarga kelishilgan holda to'liq ma'lumot bo'ladigan umiddamiz. Sog' bo'linglar.